Yetimning haqqi. Qabriston odamlar bilan gavjum. Bir keksa ayol vafot etgan. Shuni dafn qilish uchun kelganlarga go'rkov bir nimalarni tushuntirar. Alloh o'zi kechirsin. Astag'firulloh, qanday gunoh qilgan ekana. O'zi kechirsin deb pichirlab qo'yardi. Bir qancha bahs munozaralardan keyin go'rkov odamlarga qaradi dedi. Bu marhumani qabr qabul qilmayapti. Qanday gunohi bor bilmadik. 3 qaytadan urindik ham yerga qo'ya olmayapmiz. Allohimga duo qilib so'raylik. Hammamiz gunohini o'zi kechirsin dedi. Shu payt kimdir astag'firulloh, ilonlar dedi. Mayit ustiga bir necha qora ilonlar o'rmalab chiqa boshlagandi. Go'rkov mayitni ilonlardan tozalashga qancha urinmasin, ilonlar qaynab chiqayotgandek ko'paygandan ko'payardi. Bu yerda marhumani turmush o'rtog'i bormi? Imom o'rtaga chiqib ovoz berdi. Odamlar orasidan bir inson chiqib keldi. Men, dedi past ovozda haligi odam. Balki siz aytarsiz, bu ayol qanday odam edi? Nimadir qilgan ishlari Xudoyimga xush kelmagan yoki birortasidan qarz olganmidi? Yoki birovning haqqiga xiyonat qilmaganmidi? Meni oilamda 2 o'g'lim va 1 qizim bor edi. Bundan 3 yil avval katta o'g'lim avtohalokat tufayli vafot etib, uni 3 farzandi bilan kelinim yolg'iz qoldi. O'g'limni o'limidan keyin xotinimni ularga nisbatan muomalasi o'zgardi va oradan hech qancha fursat o'tmay uydan haydab soldi. 3 nabiram bilan kelin otasinikida yashayapti. Men kichik o'g'limni olib Rossiyaga ishga ketdim. U yerda ishlab yurib, kichik o'g'lim bir kuni oshnalari bilan cho'milishga ketib qaytib kelmadi. Na tirigini va na o'ligini topa olmadim. Ancha pul jamg'arib, nabiralarimga uy olgin deb xotinimga yuborgandim. Men unga ishonibman. U bo'lsa uy olish uchun yuborgan pullarga qizim Saidaga taqinchoq, zeb-ziynat olib beribdi. Qolganini o'zini xarajatlariga ishlatib yuborgan ekan. O'g'limni yo'qotib, kuyib, ishlagim kelmay uyga Toshkentga qaytib keldim. Qizimni chaqirib, onang senga yetimlarni haqqi bo'lgan pulga olib bergan ziynatlarni taqishga uyalmadingmi? Yetimlar seni jigaringni bolalari-ku, ularga iching og'rimayaptimi? deya so'rasam, qizim, nevara sizniki bo'lgani bilan kelin begona. Nevaralaringiz katta bo'lishib, o'zini yo'lini, uyini topib olishadi dedi. Bu gapi uchun qizimni og'ziga tarsaki tushirsam bo'lardi. Meni ham tushuning. Bir o'g'lim vafot etdi. Ikkinchisini yo'qotib keldim. Shundan keyin uydan bosh olib chiqib ketganman. Yetimning haqqini yegani uchun, birovning haqqini yegani uchun qabr qabul qilmayapti. Ilonlar Allohdan yuborilgandir. Ular mayitdan yetimlar haqqini so'rashga keldilar. Yetimlarga uyidan joy bermagani uchun marhumaga yer o'zidan joy bermayapti, dedi imom xalqqa qarata. Janoza o'qildi. Imom xaloyiqqa qarab bir duo yozilgan qog'ozni berdi. Hamma shuni o'qib duo qilsin. Biz ham bir kun huzuringga borguvchimiz. Allohim, shu bandangni qilgan gunohini o'zing kechirgin. Hamma turganlar yig'lardilar. Marhuma haqqiga duo o'qirdilar. Ota qabristonda bo'lgan voqeani kelib qiziga aytib berdi. Qiziga onasi haqqiga duo ibodat qilishini so'radi. Ertasiga qabristonga borgan qiz dahshatdan qotib qoladi. Mayitni itlar talab sudrab yotardilar. Qiz bir kuni o'zining ham holi shu bo'lishini o'ylab, borib akamning bolalarini uyiga olib kelaman. Taqinchoqlarimni ham ularni xarajatiga beraman deb yo'lga chiqdi. Ammo bir soatlarda ota yana bir mash'um xabarni oldi. Qizi yo'lda avtohalokatga uchrab vafot etibdi. Ya Robbim, bandalaringni bilib bilmay qilgan xato gunohlarini o'zing kechirgin. Ota borib nevaralari va kelinini uyiga olib keldi va ularga aytdi. Shu eshikdan avvalo va oxiri o'tganlar haqqiga ibodat qilib duo tilovatlar qilinglar bolalarim. Azizlar, xulosa o'zingizdan.